Çöçek, muz çöçöre. Burun usta bir aşpaz ötken ekan. Uning ismi Mehmondo'st bo'lib, jahonda barliq aştamaqning jimi xilni etishni bildi ekan. O'z kasbida shu qadar kamolatga yetibdiki, bir chin unda 10 qozon cho'chori etalaydi ekan. Shu sababdan bu ustamning danqi yiroq yaqindagi yurtlarga pur ketgan ekan. Bu aşpazning yurtiga qo'shni yurtda Matqasim, Salay degan ikki qiziqchi bo'lib, ular yurtida qiziqchilarning 5 ekan. Bu ikkisi birlashib boshqalarni gapda o'sal ahvolga tushirib qo'ydi ekan. Ular o'tgan kechganlardan el qustaşpasning danqini anglab, o'zlaridan boshqa yana bir kishining nom atoq deb ketganiga nihoyat asad qilibdi. Uni rasoy kelishtirib mat qilib, shu orqali shu yurt ahliga o'zlarini toza bir to'ntib qo'yishni ko'ngliga bukibdi. Yaxshi kunlarning birini tanlab, el aşpazning yurtiga qarab yo'lga chiqibdi. Ular yo'lga chiqqanchaq zimiston qish bo'lg'achqa yo'l mengishmi osonga tushmabdi. Alazal 2 hafta yo'l yurib, el qustaşpaz bar yurtga yetib ketdi. Ular yuk taxlarini sarimlashtirib qo'yib, tamoq yemasdan Sarayvandan Mehmondo'st aşpazning bar joyini so'rab bilibdi. Ikki qiziqchi adisi o'rinlardan nayt vaqt turib, bir qo'rchab to'ngandan keyin Mehmondo'st ustamning oshxonasini tepib kiribdi. Oshxonada odam nayt chiq ekan. Ular o'ltirib bo'lgandan keyin o'zaro past ovozda: "Oshxonada odammi ko'p ekan. Bu bizning uni gapga tushirib, o'zimizni ko'rsatishning yaxshi payti ekan", deyishibdi. Oshpazning shogirdi yangi kirgan ikki mehmonga choy qo'yib bo'lib, ularning qanday tomoq yeydiganligini so'rabdi. Matqasim kishilar anglasin deb atay ullik ovozda: "Muz cho'chorsi yeymiz", debdi. Ömürde muz cho'chorsi deganini anglab baxmagan shogird nihoyat hayron bo'lib, nima deyishni bilolmay qolibdi. Bu g'alit gapni olgan mehmonlarmi hayron bo'lgancha endi o'ltirgan bu ikki yo'chin mehmonga qarab qolibdi. Mehmondo'st ustam hunarga usta bo'lib qolmay, yilonning go'shkinini sizdigan sezgur, chechen odam ekan. Ikki mehmonning gapining teki yetibdi-da, shogirdiga darhol muz akirib, marjondek qilib parchalashni buyurib qo'yibdi. O'zi ximirni qog'ozdek qilib yeyib, cho'choriga tayyorlik qilibdi. Atrofdagi kishilar bu ishkilan nima odamlardir? Oshpaz ustam qandoq qilgandi? deyishib tamoqlarni yeb bo'lishgan bo'lsa-mu, bu qiziqarli ishning oqibatini ko'rib beqish avsida oshxonadan chiqib ketmay o'ltiraveribdi. Mehmondo'st ustam hech ikkilanmay odatdagi go'sht cho'chorsini tugadigan mahorati bilan ushshaq parchalangan muz qiyimlarini qog'ozdek nipis yeyilgan jiltiga silib cho'chor tugibdi. Ondan cho'chorni o't yiqilmagan qozonga silib, birdam turg'izib suzib olib, ustiga ilmon suvni qo'yibdi. Suv zo'r o'rlab turgan muz qiyimliq cho'chorni ikki mehmonning oldiga o'z qo'li bilan opirib qo'yibdi. Ikki qiziqchi ichiga muz solgan holatdami qozon kirgandan keyin erib ketdi. Bu donliq ustamni mot qildigan bo'ldik, deb cho'chorni og'ziga silib, shundoq bir chaynab ekan, yumshoq ximir tishiga choplashib qopdi. Cho'chorning muz qiyimlari qaraslab ketibdi. Tishlari muzlab ketgan ikki qiziqchi og'izni ochgancha turib qopdi. Mehmondo'st ustam ularning oldida ichib kulib: "Qani mehmonlar, tetib beqisizlar? Har qaysilarining buyurtmasiga binoan muz cho'chorsi etdim", deb qarab turibdi. Oshxonadagi boshqa kishilarmi bo'layotgan bu ishlar qarab hayron bo'lib turishibdi. Ikki qiziqchi nima qilishni bilmay, oldidagi muz cho'chorsi qarab, yer kirib ketaysa, yer qattiq, osmonga chiqib ketaysa, osmon yiroq bilinibdi. Cho'chorni yemaysa, o'zlari buyurtgan. Uning ustiga atrofda qarab turgan kishilarning mazoq qilishi turg'anli gap ekan. O'zlarining namataq talishib, jondan o'tadigan sovuq qarmay, uzoq yo'llarni besib kelib, muz cho'chorsi yeymiz deganiga nihoyat pushaymon qilibdi. Ular bu aşpazning haqiqatan kishilar tariflagandek dongdor usta ekanligiga qoyil bo'libdi. Qattiq izo tortib, cho'chorning narxini so'rmayla, har biri 10 tangadan 20 tanga beribdi. Boshqalarni illat qilman deb o'zlari rasvo bo'lib, qattiq ko'tarilgan kulkichida kayniga qarmay oshxonadan chiqib ketibdi. Qashqa qarasansang ko'zga, boshqa qarasansang o'zga degan maqol tamsil ana shu ikki hasadxo'r qiziqchidan qolgan ekan.